Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi video roligimiz Xudo xolasa Beshkan rayoni Komsomolda bo'ladi. Albatta bugun musofir sovg'asi oilaviy xursandchilik loyihasi. Bugun musofirda yurgan, safarda yurgan 61 yoshli onaxonimizning bugun qizlari nomidan, kuyovlari va nabiralari nomidan bugun xursandchilikka kelganmiz. Albatta onalar oyog'i ostida jannat dedi. Onalar, ota-onalarimiz borida qadriga yetaylik inshaalloh. Mana shunday xursandchilikda bugun sizlarning xizmatlaringizda bugun biz ayiq va pandalarimiz, animatorlarimiz xolasa xizmatlar qilamiz. Kimgadir keraksa radiodan chaqaloq olib chiqish, mana shunday tug'ilgan kun va boshqa xizmatlar mana shu ekranda raqamlar bor. Bemalol telefon qilasizlar. Biz sizlarning xizmatlaringizda. Onam, mehribon onam, sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, u jarroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegingiz kelyapti ona? Palovmi yo ser go'shnorim, hech tortinmay ayting borini. Poyingizga sochay borimni, nima yegingiz kelyapti ona? Bolam qo'y deysiz, o'zing yeb ham o'zing to'y deysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz a? Bolaman da hali ham bola. Qarshimdagi mo'niz xazinam. Maylimi bir gapimni aytsam, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehr boshqacha. Kirsayamki hatto 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandi baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tuganmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Oynasın davrada onam oynasın, qulochim keng yozib otam oynasın. Bobojonim oynasın, momom oynasın, jigarlarim oynasın, barim oynasın. Oynasın davrada onam oynasın, qulochim keng yozib otam oynasın. Bobojonim oynasın, momom oynasın, jigarlarim oynasın, barim oynasın. Bugun to'y davrani to'ldirib o'ynang, dildagi dardingizni o'ldirib o'ynang. Shoh kulib o'ynang, shod kulib o'ynang, o'ynang quloch yoyib bir to'lib o'ynang. Toshib o'ynab kuling yoshlar baxtiga. Onajonim duo qiling farzandingizga. O'ynang bugun to'lib farzand baxtiga. To'yga kelgan yosh qari bari o'ynasin. Davrani kengroq olib do'stlar o'ynasin. Amma tog'a hammalari duolar qilsin. Parvardigor hammani baxtini bersin. Bugun to'y davrani to'ldirib o'ynang, dildagi dardingizni o'ldirib o'ynang. Shoh kulib o'ynang, shod kulib o'ynang, o'ynang quloch yoyib bir to'lib o'ynang. assalomu alaykum. Sizning oilaviy xursandchilik loyihamiz bugun sizning xonadoningizda albatta musofirda yurgan qizlaringiz Guli opamidi qizingiz? Guli opaning nomidan qolaversa nabiralaringiz Sabohat, Anora, Tojiddin nomidan ham sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz.
Sürpriz qilib netim birondan nomerini ber, biz so'rab topib berak, yo'q dedi, sürpriz bo'lsin hammasi deb. Shuning uchun keldik. Ilohim oldinchi bir bahorni qarshi olib 100 bahorlarni ko'rib yurish nasib ro'z aylasin. Bugun kuyovlaringizni nomidan, qizlaringiz, hamma ahli ag'aynlari nomidan sizga yana bir bor uzoq umr sihat salomatlik tilab qolamiz. Mana shu farzandlaringizning nomidan mana shu kavat qilamiz. Mana shu sizga Zamzam suvlari, tasbih va joy namozlari ikkinchi qavatda turibdi. O'zingiz ochib ko'rib olaverasiz. Ko'ryapsizmi? Joy namozlar, duxlar hammasi ichida. Inshaalloh mana shu kavatlarimiz ham siz uchun. Ilohim kelgusi yil Xudo xolasa yaqin kunlarda hoji umralarga, hoji farzlarga borish nasib bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan yana bitta she'r aytamiz hozir bitta. Hamma quloq solamiz. Bog'i eram onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklari boshimdan sochsalar ham otamning topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham onamning bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Siz men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosi sokin ayolsiz, lekin meni desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtli, baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan onamsiz. Asli onamsiz menga bu dunyolar ko'rinmaydi. Hech kim menga otam kabi uy quray deb urinmaydi. Mening saodatimni o'ylab yashaganlar bor, ammo hech kim meni sandig'imga onam kabi yig'inmaydi. Kimda bo'lsa otasi, kimda bo'lsa onasi bugun yetsin qadriga. Axir ota-ona qadri borligida bilinmaydi. Jannat faqat onalar poyida deydi. Bilingki bu insonlar yana qayta berilmaydi. Faqat ota bolam derkan, faqat ona bolam deya kerilar, ammo davlat bilan kerilmaydi. Ularning borligi aslikilar bahor derlar. Ular duo qilmaguncha gullar qayta tirilmaydi. Bitta gul rostlar. Ilohim umringiz, hayotingiz mana shu bahor faslidek go'zal bo'laversin. Endi farzandlaringizga bitta duo berasiz, mikrofonimizni ko'chirib qilamiz, keyin qo'shiqlarni qo'yaverasiz. Nabiralarimiz, qizingizga bitta duo bering. Qistirib qo'ying mana bu ro'molingizga. Duo bering. Mayli. Farzandlarim, qizlarim, ullarim, nabiralarim hammasini Alloh panohga asrasin. Sog' salomat bo'lib yursin, qayerga bo'lsa Alloh panoh bersin. Dunyo tirguncha tirsin, yuzlarga kirib yursin. Xudojon yana yillar mana shunday yaxshi kunlarimga Alloh meni farzandlarimni oldimga o'qitishlar bilan o'tkazay. Xudojon sizlarga ham katta rahmat, yashangizlar, sog' bo'linglar, baraka bersin, ishlaringizga rivojini bersin. Mana shu yerga kelgan hamma mana shu onajonim, opa-singillarim, hamma kelinlarimda umri uzoq bo'lsin. Baxtimga hammasi sog' salomat bo'lib yursin, dunyo tirguncha tursin. Meni izzat, hurmat qilib chaqqan nabiralarim, kuyovlarim, qizlarim hammasini Alloh umrini ziyoda qilsin, baxtini bersin, omadini bersin, dunyo tirguncha tursin. Baxtimga sizlar doim boshimga amon bo'lib tursin. Qayerga bo'lsa Alloh panohga asrasin. Nechta farzandingiz bor onajon? 4ta. Necha o'g'il, necha qiz? 2 qiz. Ana shu farzandlar, o'g'illaringizni nomidan ham tabriklaymiz. Rahmat. Bir chetda qolib ketmasin. Ismlari nima? Mansurjon, Mansurjon, Mansurjon va Ma'rufjon. Mansur aka, Ma'ruf aka, mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana onajoningiz bugun 61 yoshni qarshilabdi. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin deb qolamiz. Sizlarning nomlaringizdan ham tabriklaymiz. Qizlaringiz nomidan va nabira hamma gaplar. Rahmat. Endi qo'shib qo'yamiz, bemalol. Janga dastu tu bandas Shiori pomira masli palangas Miori dildu chashim jandu qashangas Vale sarim yodo khirmoni rangas Shariki dilha dilbari bala shohi tavalla Shariki dilha dilbari bala
janga dast tu bandas shiori bo miram asli palangas